Ey nafsim, endi seni ba'zi Qur'on oyatlari bilan yolg'iz qo'yaman. Qarig'in, Qur'on jahannam haqida yana nimalarni deydi? Anglig'in, yana nimalarni so'zlaydi? Agar hidoyatdan bir parcha nisivang bo'lsa, bu oyat karimlardan nisivangni olasan va inshaalloh tövbe qilasan. Shubhisizki bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni davzaxga kirgizimiz. Ularning terilari pishib tugigan chaqda azobni tetitish uchun o'rniga boshqa teri yangushlaymiz. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ahli davzax ahli jannatga sudin yoki Alloh sizlarga bergan ichadigan narsalardan bizga ozroq quyib bersanglar deb tovlaydi. Ahli jannat ularga javoban Alloh ularni kofirlarga harom qilgan deydi. Ular dillarini masxara va o'yinchoq qilib oldi. Ularni dunyo tirikchiligi aldadi. Ularning bugungi muloqot bo'lishni unutganliklari va bizning oyatlarimizni inkor qilganliklariga o'xshash, biz bugun ularni unutmaymiz. Uning ochiqligidan uni yutumlab ichib tasdikda yutadi. O'lim uni qorishib oladi. Lekin u hargiz o'lmaydi. Shuningdan keyin texmi qattiq azobga duchor bo'ladi. Davzax ularni yiroqdan ko'rgan chaqda ular davzaxning g'azabdan qaynagan va hangrigan ovozini anglaydi. Ular zanjir bilan bog'langan holda davzaxning tor yeriga tashlangan chaqda bu yerda ular o'zlarining o'limini tilaydi. Ularga bugun sizlar bir o'limni emas, talay o'limlarni tilanglar deyiladi. Ularga aytqinki, shu davzax yaxshimi yoki taqvodorlarga va'da qilingan, kirgan kishi mangu qoladigan jannat yaxshimi? Kafirlar davzax azobiga duchor bo'ladi. Ularning o'lib aram tepib qolmasligi uchun jonlari elinmaydi. Ulardan azobmi yeniklatilmaydi. Kufrida haddidan oshgan har insonni ana shundoq jazolaymiz. Ular davzaxda Parvardigorimiz bizni chiqarib bersang, dunyodagi vaqtda qilgan amallarimizdan boshqa amallarni qilsak deb yolvurib tovlaydi. Allah aytidi. Sizlarga ömrünglarni uzun qilib, vaz nasihat alalığıdak vaqt bermedimmi? Sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar keldi-ku. Endi azobni tetinglar. Zolimlarga hech qanday yordam berguchi yo'q. O kunda Allohning dushmanlari davzaxga to'planadi. Aldı arqısı yığılıb bolğuca toxtutub qoyuldu. Ular davzaxga kelganda, ularning quloqlari, ko'zlari va terileri ularning qilmishlari haqida guvohlik berdi. Ular o'zlarining terilariga nimishqi bizning zinimizga guvohlik berdinglar deydi. Terileri her narsani so'zlatgan Allah bizni so'zlatdi. U dastlabda sizlarni yaratdi. Uning dargohiga qayturilasizlar deydi. Sizlar dunyodagi cheg'inglarda quluqinglarning, ko'zinglarning, terilaringlarning sizlarning zininglarga guvohlik berishidan saqlanmagan edinglar. Lekin sizlar qilmishinglardan nurg'un ishlarni Allah bilmaydi deb gumon qildinglar.
Parvardigoringlarga qilgan ana shu qabih gunohinglar sizlarni halok qildi. Shuning bilan ziyon tortquchilardan bo'ldinglar. Agar ular chidasa, chidamliqning foydasi yo'q. Davzax ularning joyidir. Agar ular Allohdan rozilik tilasa, hargiz rozilikka erisholmaydi. Cehennem haqqida naql qilishimiz mumkin bo'lgan shunchalik ko'p oyatlar borki, bu oyatlarni yig'sak maxsus bir kitob bo'ladi. Biz faqat dengizdan bir stakan suv oldik. Ey nafsim, mana sen ba'zi Qur'on oyatlarini anglading. Cehennemni bilding. Endi aqling beshingga keldimi? Yoki bo'lmasa texchi Parvardigoringga qarshi isyon qilyapsan. Agar hozirgacha yo'lingni tanlay olmagan bo'lsang, yana bir oz payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning hadislariga quloq sol. Qara, payg'ambarimiz nima deydi? Qandoq bir azob bilan qo'rqitdi?